here you are. Thanks, Dan. Voy mana elingga. Rahmat, Dan. Deydi. Okay, what are you going to do now, George? Endi bu yerga be going to. Endi bu yerga be going to deganimiz nima desanglar maqchi, makchi degan gap. Demak, what are you going to do now, George? And this is nima ish qilmoqchi, George? Desa, I am going to paint it. Men sirlamoqchi. Demakchi, men be going to degan maqchi, makchi. Demak, siz bir ishni sözleştim burun, şunu o'ylab bo'lgan bo'lsangiz kallangizda yoki shuning planini tuzib bo'lgan bo'lsangiz be going to ni ishlatasiz. Ana be going to be deganimiz BP edi. Nima am is are. Onun lekin be going to ning keyinki nimadir planning asl shakli keldi. Masalan I am going to painting it desak bo'lmaydi. I am going to paint it deymiz. I'm going to desak bo'lmaydi. Shuna I am going to paint it. Be going to. Mishara going to degan nima? Maqchi, makchi degan gap. Demakchi men o'shini sirlamoqchi. Demakchi shu degan odam o'shini degan vaqtida Alloh burun qanday qildi, o'yinib bo'lgan, yoki plan tuzib bo'lgan bo'ldi. Ya balkim sir tayyor bo'lishi mumkin. Shundan men sirlamoqchi deb shunaman. Okay. Ona degan to'yqsa, men mana qilaymi-ki, buni qilma. Degan vaqtda shu qarorni chiqargan bo'lsangiz, unga yana bir zamonda kerak bo'lganimiz. Masalan, I'm going to go to Urumchi. Oy, men Urumchiga bormoqchi. Balki men Urumchiga bormoqchi degan shu ushbu vaqtda siz allburun shuningdan burun biletni qo'ygan bo'lishingiz mumkin. Balkim atlam yoki yaqin kelgusida shu ish yuz bermaydi, tushunami? Demak, endi planla qoldi. O'ylangan holda shu bir ishni qilishni qaror qilgan bo'lsangiz, shu be going to deganni ishlatamiz. I am going to paint it. Men sirlamoqchi. Okay. I am going to wash it. Men uni yuvmoqchi. I am going to make it. Men uni yasamoqchi. Okay. Okay. Masalan, she is going to cook. U tamoq etmoqchi degandek. So, what color are you going to paint it? And alohida savolga oldi what keladi, tushunami? What color are you going to paint it? Va siz qaysi rangni sirlamoqchi desa, I am going to paint it pink. Men uni ol rangni sirlamoqchi. Men uni shoptolchich rangni sirlamoqchi. Men uni oq rangni sirlamoqchi bo'lsam, I am going to paint it oq rang degan nima? White. Okay. Pink? Uyu. Shoptolchich rangmi? Uyu. Dedi nima? Hamda pink deganimiz qanday ayron qilib tushunami desa. Oh, this bookcase isn't for me. Bu kitob shkaf men uchun emas, for somebody bo'lsa, uchun degan gap. For you, siz uchun. For me, men uchun. For us bo'lsa, biz uchun. It's for my daughter Susan. Okay, hamda meniki qizim Susan uchun. Ma Susan deb o'qimaydi, mana. Susan. Aksiyonlar bo'lar. Susan. Buni deymiz Susan deymiz, ha? Bu mening qizim Susan uchun deydi. Okay, for my daughter Susan. Pink, her favorite color. Okay, men pink was qanday desam, uning eng yaxshi ko'rgan rangi. Pink, her favorite color. Favorite color. All right. Anda shu bugungi darsimizning grammatika nuqtasiga bir qarab boqaylik. Bu grammatikada asosan nima abay degandek be going to. Anda bu be going to orqali qilsak, masalan, bu degisi I'm going to make a bookcase. I'm not going to make a bookcase. Demak, anda bu be going to niki inkor qilsak, be fe'lining keyiniga not ni qetib etsak inkor bo'ldi ekan. Demak, I'm not going to make a bookcase. Masalan, are you going to read a book? And o'xshashdan bu shu be fe'lini oldiga o'tkazsak nima? Savolga aylandi ekan shuna. Are you going to read a book? Desa, yes I am. Agar no bo'lsa, no I am not. Yo'q, qilmayman. Are you going to read a book? Yes I am. No I am not. So what is she going to do? Endi misharki read a book deganning o'rniga what do demish qildi. Do degan almashtirib bo'ladi. Hey, what is she going to do? Demak, alayda savol jumlaga aylandi. So what are you going to do? Siz nima ish qilmoqchi? What are they going to do? Ular nima ish qilmoqchi? Degandek, what is the cat going to do? Endi bu mushuk nima ish qilmoqchi? Demak, endi bu bir turkum o'sha egisning o'xshamasligiga asoslansa, hamda birga BP ile o'xshamaydi.
Ma be going to dedi emasmi? Agar uchinchi shaxs birlik bo'lib qolib qolsa, masalan the cat mana o'xshash. Demakki the cat is going to do deymiz, nima? Agar endi egasi har qanday uchinchi shaxs, nechinchi shaxs ko'plik bo'lishidan qat'iy nazar are keladi. Masalan, the cats are, you are, they are, we are degandek. Endi buni savolga yozmoqchi bo'lsak, o'xshashdan oldiga ham qanday qilamiz? BP'ni oldiga chiqib qo'ysak savolga aylanadi. Agar alohida savolga aylantirsak shu what, when, where degandek narsalar. Qaranglar, endi wait for a bus. Bir avtobus saqlamaq bo'ldi-ku. Endi qaranglar, what are you going to do? Siz nima ish qilmoqchi? What are you going to do? Siz nima ish qilmoqchi? Endi men wait for a bus deb turgan, men bir avtobusni saqlamoqchi. Mushuni nima deymiz? Bu ikisi I, buningga o'xshash masaldagi BP-da nima desanlar, amizlardan am shunami? Demak, I am going to wait for a bus. Bu be going to keyin onun ustiga men diqqat qilamiz. Diqqat qiladigan nuqta, cho'qim fe'lning asl shakli kelishi kerak. Asl shakli kelmasa bo'lmaydi. Ba'zi bala I'm going to waiting for a bus deb qo'ydi. Waiting for a bus demaymiz. Va wait for a bus. Men bir avtobusni qanday qilmoqchi? Saqlamoqchi. So, what are you doing now? Voy, hozir nima ish qilyapsiz? Siz men avtobus saqlayapman. Endi meni ishlasak bo'ldi. I am waiting for a bus. Men hozir qanday qilyapman? Avtobus saqlayapman. I am waiting for a bus. Men bir avtobus saqlayapman. Okay, endi macho. Bu nima? Shave. Shave. Amsa qaranglar, what are you going to do? Voy, siz nima ish qilmoqchi? Desa, endi shave degan saqlanmoq shunaqa. Endi men saqalimni olmoqchi. Endi bu yerga men shunami? I am going to men maqchi. Nima ish qilmoqda? To shave. Shunami? I am going to shave. Men saqalimni olmoqchi. And what are you doing now? Hey, what are you doing? Siz nima ish qilyapsiz? I'm shaving. Men saqlamlayapman. Men nima ish qilyapman? Saqlamlayapman. Demak, endi men be going to maqchimakchi, shunami? All right. Amsa mana bugungi darsimiz aqlashib qopti. Endi shu bugungi yangi zamon nima desam, shu be going to degan jumlaga bo'lsa 10 jumla tuzib qo'yganlar. Buningki bo'lishlik shakli, inkor shakli, savol shakli degandek har xil shakllarni yasanib bo'ladi. Qanday tushunmagan savol bo'lsa, bizningki abditalninki ovozli inkor savol so'raydigan yo'q ku. Shu yerni savol qoldirib qo'ysanglar, amal va vaqtda javob qilishga tayyorman. All right, that's all for today. See you next time. Goodbye.